Instagram soxta hayot. Nimaga bunaqa deyotganimni hozir tushuntiraman. So'nggi paytlarda Instagramdagi ideal hayotni ko'rgan juda ham ko'p ayollar hayotidan nolib, o'z hayotini yomon hayotga chiqarib, ajrashishlar ko'paymoqda. Shaxsan meni o'zim ham shu vaqtgacha blogimda faqat hayotimni yaxshi jihatlarini ko'rsatib borganman. Hayotimni g'amginroq sahifalarni esa doim bir o'zim ichimda yengib o'tganman. Buni Instagramga, ya'ni ommaga olib chiqmaganman. Bizda ham oilaviy muammolar, g'ala-g'ovurlar bo'ladi, lekin buni hech qachon ommaga ko'rsatmaymiz. Shu sababdan oilamiz juda ham ideal, juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ayollarimiz faqatgina tashqi ko'rinishga ishonib, o'zingizlarning hayotinglarni barbod qilmanglar. Alloh bergan ne'matlarga doimo shukr qilib, sabr qilib yashasak, hayotimiz bundan-da go'zallashadi. Agar bu videoyim sizga ham yoningizdan chiqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib, meni kuzatishda davom eting. Sahifamda barcha ayollar birgalikda hayotimizni yanada go'zallashtiramiz.